Assalomu alaykum. Hurmatli Tagob original muxlislari. Mana xudo xolasa ikkinchi takamiz mana. Yonasib mana boqilib yotibdi hozir. Egasinikiga keldik-da, egasi uyga yo'q ekan, mana bolalari ko'rsatdi. Takani ko'rdim. Xudo xolasa yonasi mana bu ikkinchi takamiz inshaalloh. 6-aprel kuni barchalaringni kutib qolamiz Tagob eliga, katta ko'pkariga inshaalloh. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'pkari bo'lmaydi deganlar bekor gap. Mana ikkita takamiz mana ikkalasi ham. Menga hamma telefon qilib ko'pkari bo'lmaykan deb murojaat qilib turibdi. Murojaatlaringiz noto'g'ri. Ko'pkarimiz qilinadi deyildimi, qilinadi. Tagob eli hamisha aytgan gapiga javob bergan. Bundan keyin ham javob beradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Barchalaringga sog'lik, salomatlik tilab qolaman. Shumi? Assalomu alaykum, hurmatli gruppadoshlar. Mana bitta takamiz mana shu yerga, bitta ushlab qo'ygan, noring. Mana So'xrob do'stim bilan keldik bugun. Mana Mahmud akamizga ekan. Xudo xolasa mana bitta takamiz, hozir yana ikkita taka bor bir joyga. Hozir ularni ham ko'rsatamiz inshaalloh. Yaxshi. Noringmi? Qanday badan yaxshimi? Bo'ladi. Ha? Bo'ladi.